Muchas. Shunaqa anekdot eshitdim. Siz nima bo'lib qolasan? Umon. Sen nimaga shularni telefonda blokka qo'ymasdan eshitib o'tiribsan? Zaryadkani qayerdan? Men nimaga siqilib o'tiraman deb so'ramoqchimisiz? Yo'q, menga ko'proq YouTube'ga kirib olib, nimaga blokka qo'ymasdan shunda eshitib o'tirganingizni so'ra. YouTube ochiq qoldirsam, muzika ishlaydi. O'chirib qo'ysam, muzika ishlamaydi. Voy, jinni zo'r bitta programma bor-ku, YouTube Premium ham olib o'tirishingga hojat yo'q. O'shanga kiradigan bo'lsang, telefoningni blok qilib qo'ysang ham, o'zing akkauntingda o'zing ashulalaring ketma-ketlikda chiqib turaveradi. Rostdan? Ha, o'rgataymi? Da. Qara. App Store'dan Jana Tube ilovasini ko'chirib, o'zing xohlagan videoni qo'y. Endi telefoningni o'chir, sen ham video to'xtab qolmaydi. Bundan tashqari, boshqa ilovani ishlatganingda ham videoni tomosha qilsang bo'ladi. Eng zo'r tarafi, reklamasi yo'q. Mana bo'ldi. Ne his qilyotding o'zi? Kim meni mushugimni urib ketgan? Men bilaman u kimligini. Kim? Kimligini bilaman. Kim? O'sha odam Aysalga obuna bo'lmagan.